Assalomu alaykum, hurmatli briefing ishtirokchilari. Bugungi briefingda sizlarni Xalq deputatlari Bag'at tumani kengashining 2026-yil 1-yarim-yilidagi amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalari hamda kelgusida ustuvor vazifalari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Hisobot davrida kengash faoliyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun hamda prezidentimizning farmon va qarorlarida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga qaratildi. Asosiy e'tibor qonun ustuvorligini ta'minlash, deputatlik nazoratini kuchaytirish, ijro organlari faoliyatini ustidan samarali nazorat o'rnatish, fuqarolar murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish hamda ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini mustahkamlashga qaratildi. Joriy yilning 1-yarim-yilligida Xalq deputatlari Bag'at tumani kengashining 12 ta sessiyasi o'tkazildi. Sessiyalarda 88 ta masala ko'rib chiqilib, har bir bo'yicha qaror qabul qilindi. Shuningdek, tashkilot rahbarlarining 66 ta hisoboti, 22 ta axboroti tinglandi, 22 ta dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy masalalar muhokama qilindi hamda hisobot davrida kengashning 5 ta doimiy komissiyasi tomonidan yig'ilishlar o'tkazilib, 114 ta qarorlar qabul qilindi. Ushbu qarorlar mahalliy byudjet mablag'laridan samarali foydalanish, hududlarni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy sohani rivojlantirish, korrupsiyaga qarshi kurashish hamda ekologiya va suv xo'jaligi sohasidagi dolzarb masalalarni hal etishga xizmat qildi. Xalq deputatlari Bag'at tumani kengashi qaror qonunchilikka zid deb topilmadi. Bu qabul qilingan qarorlarning huquqiy jihatdan puxta ishlab chiqilganligini ko'rsatadi. Qonun ijodkorligi yo'nalishida ham samarali ishlar amalga oshirildi. Oliy Majlis Senati bilan hamkorlikda 10 dan ortiq qonun loyihasi mahalliy darajada muhokama qilinib, 11 ta muhokama yig'ilishi tashkil etildi. Shuningdek, 10 ta yangi qonun yuzasidan 32 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash borasida barcha 12 ta sessiya ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Ulardan 8 tasi onlayn translyatsiya qilindi. 12 ta qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi hamda qabul qilingan barcha qarorlar kengash elektron tizimiga joylashtirildi. Deputatlik nazorati doirasida deputatlar tomonidan 111 ta deputatlik so'rovi yuborilib, barchasi ijobiy hal etildi. Hisobot davrida deputatlar tomonidan 97 ta uchrashuv o'tkazildi. Mazkur uchrashuvlarda 52 ta muammo aniqlanib, ularning barchasi ijobiy hal etildi. Deputatlar o'z saylovchilar okruglarida saylovchilar oldida hisobot berib, amalga oshirilgan ishlar va mavjud muammolar yuzasidan batafsil axborot taqdim etdilar. Fuqarolar bilan ochiq muloqotni kuchaytirish maqsadida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda 319 ta axborot e'lon qilindi va joylashtirildi. Jumladan 2 ta teleko'rsatuv, 1 ta gazeta maqolasi, 24 ta internet sayti hamda 292 ta ijtimoiy tarmoq materiallari orqali kengash faoliyati keng yoritildi. Hurmatli briefing ishtirokchilari, hududlarni rivojlantirish dasturi ijrosi ustidan parlament nazoratini kuchaytirish maqsadida deputatlar mahalla yettiligi bilan hamkorlikda tizimli o'rganishlar olib borildi. Bugungi kunda tumanimizda 25 ta deputat tomonidan 43 ta mahalla va 119 ta obyekt hamda loyihalar o'rganildi. Shu bilan birga kengash va doimiy komissiyalar nazoratiga olindi. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, erishilgan natijalar Xalq deputatlari Bag'at tumani kengashi tomonidan parlament nazoratini kuchaytirish, davlat organlari faoliyatining samaradorligini oshirish, hududlarni kompleks rivojlantirish hamda fuqarolar manfaatlarini himoya qilish borasida tizimli ishlar olib borayotganini yaqqol ko'rsatmoqda. Kelgusida har deputat nazoratini yanada kuchaytirish, ijro intizomini mustahkamlash, fuqarolar murojaatlarini o'z vaqtida hal etish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda mahalliy kengashlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi rolini yanada oshirish ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat.